أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa العلامة المحدث إمام المحدثين شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي البردزبة رحمه الله yazgan Cami'ul Musned Es-Sahih namlıq ve Sahihul Bukhari degan isim bilan mashhur bo'lgan. Bunu Qur'on-i Karimning qasa eng muqaddas o'rinda turadigan bu muqaddas büyük kitapning Kitabul İman degan bölümde turibamiz ve şu bölümning 34-bobiga keldik. Endi Musannif rahimahullah bu hadisini bu babni cinazaga ergishish imanning qatorida degan tarjima unvon bilan boshladi. Biz oldi bilan hadisning tarjimasini qilamiz. Oldi bilan hadisni bir tarjima qilib, undan keyin tafsiliy sharh qilamiz. Babun ittiba'ul janaizi minal iman. Yani hada babu ittiba'il janaizi minal iman degan bo'ldi. Yani bu cinazaga ergishish imondandir degan bir bab. Yani imandandir degani ay shu'batun min shu'abi. İmanning şahçılardan bir şahça. Cinazaga ergishishmi? Biz imanni ikkiga ayirdik boshda. Aslul iman, shu'abul iman. Aslul iman 6, arkanu 6. 6 rukni bor. Onu so'zlab o'tdik. Shu'abul iman degan payg'ambarimiz imanning 70 ta chiqit quvvat edi. Shu'abul imandan biri qaz iman cinazaga ergishish. Endi biz hadis jihatini 47-hadis keldik. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq dedi. Bizga Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufi hadis so'zlab berdi. Uzat mundaq dedi. Bizga Rawh hadis so'zlab berdi. Rawh mundaq dedi. Bizga Auf hadis so'zlab berdi. Auf Hasandan rivoyat qilib, ya'ni Hasan al-Basridan rivoyat qilib va Muhammaddan rivoyat qilib, ya'ni Muhammad ibn Sirindan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Bu ish bilan Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Abi Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deganligini rivoyat qildi. Rasululloh mundaq dediki: "Man ittaba'a janazata muslimin imanan va ihtisaban" kimki bir musulmonning jinozasiga iymonining tufaylidan va savob umid qilganligining jihatidan yoki uniki Allohga ishongan holatida, mu'min bo'lgan holatida va Alloh taoladan savob umid qilgan holatida mu'min musulmonning jinozasiga ergashsa va kana ma'ahu hatta yusalli alayha. U musulmon bilan birga toki shu musulmonga mayit namozi o'qib qo'yuvchi billa bo'lsa, ya'ni ma'ahu degan ma'yada ikki iborat ma'ahu, ya'ni bir rivoyatda ma'aha. Agar ma'ahu bo'lsa damir muslimga yonadi, musulmon bilandir. Agar ma'aha bo'lsa damir janoza da muslimga yonadi, musulmonning jinozasi bilan birga hatta yusalli alayha. Shu musulmonning jinozasiga namoz o'qib qo'yuvchi, namoz o'qib qo'ygan qadar birga bo'lsa. Yani bir rivayette yusalla alayha. Onun namozi tushirilguncha degan bo'ldi. Va yafruga min dafniha. Yani bir rivayette va yufragu min dafniha, va yufraga min dafniha. Ve şu musulmonning jinozasini dafni qilishdan farq bo'lgan qadar şu musulmonning jinozasi bilan birga bo'lsa, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayni. O ajrdan 2 qirat ajr bilan qaytadi. Kullu qiratin, har bir qirat Uhudga o'xshashdir. Va man salla alayha, kimki bu mayitning jinozasiga, musulmonning jinozasiga mayit namozini o'qisa, thumma raja, andan keyin qaytib kelsa, qabla an tudfana, ya'ni u
musulmonniki meyyitni dafn qilinishdan burun qaytib kelsa fa innahu yarji'u min al-ajr, u ajrdan bir qirat ajr bilan qaytadi. Tabi'ahu Osmanul Muazzin, ya'ni ruhga Osmanul Muazzin mutabat qildi, ergashdi. Osman mundaq dedi: bizga Avf Muhammaddan, ya'ni Muhammad ibn Sirindan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Sirin Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Abi Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, o'sha hadisning o'qishini rivoyat qildi deydi. Endi biz bu hadisniki birma-bir sharhisiga kelaydi. Oldi bilan biz babni so'zlaydi. Babu ittiba'il janoz minal iman. Janozaga ergashish iymondan dedik. Endi ma bab bilan ma'ning oldingi babning munosabatini boshlaymiz so'zni. Bu bab janozaga ergashish iymonning qatoridan degan bir bab. Buning oldidagi bab bilan bu babning munosabati nima? Oldidagi bab zakat minal imondan, zakat degan iymondan degan haqda so'zlagan edi. Endi bu babda bo'lsa janozaga ergashish minal imondan dedi. Bu ikki babning munosabati nima desanglar? İnsanning ikki xil holati bo'ladi. Biri hayotlik holati, yana biri o'lim holati. Bir inson ya hayot bo'ladi, ya o'lik bo'ladi. Xo'sh, birinchi bab zikr qilingani bo'lsa, dinniki savob qilishga bo'ladigan, ya'ni tiriklar, hech qanday vositasiz, tiriklar bevosita savob qilishga bo'ladigan nima? Zakat. Shu vaqtdagi ibodat so'ziladi. Ya'ni badaniy ibodat, tiriklar hech qanday bir vosita qo'llanmasdan, ya'ni o'liklarning vositasi yo'q, alda bevosita o'zi qilsa bu amalni savob ola oladigan vositasiz amal edi. Bu vaqtda zikr qilingani desa, ya'ni tiriklar o'laklarni vosita qilib erishadigan savob. O'laklarni qanday vosita qiladi? Ya'ni o'laklarniki mayt namozni o'qish orqali o'laklar sababchi bo'ladi, bir qirat, ikki qirat savob erishishiga o'laklar sababchi bo'ladi. Ya'ni bizga insonning holatiga o'lak yatilik bo'ladi. Endi ibodatlar ya bevosita. Bevosita shu namoz o'qishdan namoz masalan, bevosita namoz o'qishdan savob qilishga bo'ladi yoki boshqalarniki uylab qolganligi namozni o'qishdan ham nima savobga erishishga bo'ladi. Ham shu ham boshqalarning namozni o'qish ham iymondan degan babniki ikki babning munosabati o'shamda. Xo'sh, endi hadis kelaylik. Hadisniki hadis bilan babning munosabati. Endi bu hadis bilan babning munosabati nima desanglar? Bu hadis bilan bab nima deyotdi? Jinoza ergashish iymonning qatorida. Hadisda nima deyotdi? Hadisda payg'ambar alayhisalom jinozaga musulmonning jinozaga ergashgan odam iymonni va savob umid qilib, uningga komil ergashgan ikki qirat savob bo'ladi. Yoki agar navbat namoz o'qimagan bo'lsa bir qirat savob bo'ladi dedi. Bu ikkisiniki o'tirishdagi munosabat aloqa nima desanglar? Ya'ni mushu ikki qirat miqdordagi savobga ishlash uchun shu amalni qilib mayt namozga qatnashish amaliyotda bir qirat degan bir Uhudga o'xshagan katta savob nimadir? Iymonniki nimasi? Iymonniki tarmoqlaridan bir tarmoq. Iymonning shoxchilaridan, iymonning yildizidan o'lib chiqqan shoxchilardan bir shoxcha. Ya'ni mushu bir odamniki shu musulmon qarindishiniki namoz uchun duo qilaman deb bag'rining o'zimi buniki qalbida iymon borligining alomatidir degan gap. Hadisdan babniki nimasi munosabati. Endi xo'sh, biz hadisniki lug'aviy ma'no jihatdagi so'zliklarniki tasharrusi kelaylik. Qirat degan arab tilida nisfu daniq degan bu, nisfu daniq. Bir nimaniki yarmaq deymiz. Daniq deganni biz Uyg'urcha yarmaq deb qo'yamiz. Daniq degan arabchada bir dirhamniki 6dan biri. Sudusu dirham. Bir dirhamning 6dan birini nima deydi? Bir daniq deydi. Qirat degan cho'q oshining yarmi. Demak, bir dirhamning 12dan biri degan gap. Bir qirat degan bir dirhamning 12dan biri degan bo'ldi. Endi hosil kalam bu yerdagi bu lug'at ma'nosi irada qilinadi yo'q. Bu yerdagi irada qilinadigan lug'at ma'nosi emas. Payg'ambar alayhisalom shunda aytadi. Hosil kalam qirat degan ya'ni ozg'ima ko'pkimi tushadigan bir ma'lum bir savobning miqdori. Bu hadisda bayon qilindi bu miqdor. Ya'ni bir qirat Uhud teg'idek deb. Ya'ni shariatdagi qata qilingan qirat savob jihatdagi ya'ni Uhud teg'idek degan bo'ldi ekan. Shariat bir qiratning bu yerda Uhud teg'i degan miqdorni qata qildi, yod qildi.
Endi qiratdagi asosiy maqsad nima? Yani Allah Taala biladigan ma'lum bir miqdor bu hadis Uhudda qilak degan bilan bizga nima demoqchi? Yani u savobning adadsiz katta, yomon, cho'ng, bak ko'p bir savob ekanligini ko'rsatmoqchi. Tushunalmi? Asosiy maqsad yani maxsus bu Uhudda qilgan o'xshash degan gap emas maqsad nima? Uhudda degan gap Madinadagi eng cho'ng tog'am Uhudgacha. Eng cho'ng tog'. Oyinda yani yomon cho'ng savob bo'ladi demoqchi. Savobi bakchaq demoqchi. Endi şu hadisteki وَمَنْ كَانَ مَعَهُ degan sözün tefsiri. Şerhisi. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ degandiki mazlik degandek ikki rivoyat bor. Ko'p sonliq muhaddislar ma'ahu deb rivoyat qildi. Az sonliq mes Kashmahinining rivoyatida ma'aha deb rivoyat qildi. Agar ma'ahu desak, bu joqda ma'ni ma'al muslimi deb ma'naymiz, ya'ni musulmon bilan. Agar ma'aha desak, bu ma'al cenaze deymiz. Endi bizda cenaze degan so'z chiqdi. Cenazatu muslim deb. Cenaze, cinaze, cenazatun, cinazatun. Cenaze desa bir rivoyatda meyit degan bo'ldi. Cenazatun desa meyitning tavut degan bo'ldi. Bir rivoyatda aks. Cenazatun desa tavut, cenaze desa meyit. Ya'ni demak ish qilib, ya'ni o'xshash gap. Ya'ni ulamolar bu haqda adasizcha ixtilof qilishgan. Maqsad ish qilib cenazatu muslim degan gap, ya'ni muslimniki tavut qilingan meyit degan gap. Endi Peygamber ki hatta yusalli aleyha degan ikki xil rivoyat kelgan. Biri yusalli aleyha deb, yusalli aleyha. Buningdagi yusalliyadagi zamir kimga? Shu men kana ma'ahu degan, shu musulmonniki jinozasi bilan birga bo'lgan odamga qaytadi. Yusalliya deb o'qilganda. Yana bir rivoyat shu, yana bir rivoyatda yusalla aleyha. Yusalla aleyha deb qaytadi u chaqda. Yani aleyha yusalliyadagi zamir nimaga qaytadi ekan? Shu men degan menga qaytadi, men kana degan kishiga. Undan keyin aleyhadagi zamir jinozaga qaytadi. Hatta yusalliya aleyha, hatta yusalliya huwa ala al-janazati degan bo'ldi. Ham yana bir rivoyatda mashhur yusalla deb rivoyat bor. U chaqda buniki aleyhadagi qavli nima bo'ldi? Maf'ul ma lam yusamma fa'il bu chaqda. Yusalla aleyha olsa aleyha degan gap, ya'ni yusalla aleyha. Aleyha nima? Maf'ul ma lam yusamma fa'il. Naibul fa'il bo'ladi. Yusalla aleyha. Yusallan ta'tigida zamir yo'q. Ya'ni shu jinozaning namozi o'qilgan qadar demaydi bu chog'da. Yusalli aleyha desa, u odam u jinoza namozini o'qib bo'lgan qadar deb ma'naymiz. Agar yusalla aleyha bo'lsa, u jinoza namozi o'qilib bo'lganga qadar deb ma'naymiz. Ve şunundaki ve yafruga min defniha degan bu bunun ikki rivoyat bor. Ve yafruga min defniha ve yufraga min defniha o'xshaydi yusalli alayha. Hamma jihatdan, i'rob jihatdan, ma'no jihatdan o'xshash. Endi musannifning fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn. Rasululloh u ajrdan ikki qirat ajr bilan qaytadi degan so'zi. Bu ashu xabarul mubtada. Men hadisning beshidagi men degan xabarniki men degan mubtadoning xabari. Tushunalmi? Men degan qaysi? O'ylab qo'yinglar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi, "Men ittaba'a jinazata muslimin" dedi. Mush men degan ismi shartning nimasi? Bu fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn degan mubtadoning xabari bo'ladi. Mubtadoning xabari. Endi siz savol qilish kerak. Anda lozim fa deb nima ish mubtadoning xabari deganga fa kelmaydi to'g'ri. Nima bo'lib fa kelib qoldi deb savol kelsa, yana bu yerdagi men bu men shartning ma'nosini o'z ichiga olgan. Bu yerdagi men bu mubtada shartniki ma'nosini o'z ichiga olgan. Shu sababdan buni shartning ma'nosi ham bor. Shu sababdan nima buning fa xuddi faniki nimaga shartning javobiga fa kelgandek fa kelish joiz bo'ldi. Endi inchki bir latifa masala bor. Mushu ikki qirat savobning hosil bo'lishi bu yerdagi 3 narsaga bog'liq. 3 narsaga bog'liq. Birinchi, al-ittiba. Jinozaga ergashish. Jinozaga ergashmagan odamga bu savob yo'q. Oldidagi davos bu yo'q. Ondan oldin chiqish to'g'ri bo'lmaydi. Ergashish kerak, jinozaga ergashmash kerak. Ikkinchi, vassani salat alayhi degan gap, jinoza namozini o'qish. Bu namoz o'qimagan odamga ikki qirat savob yo'q. Üçüncü, depnigoga hozir bo'lish. Depnigoga hozir bo'lish. Demak, mush 3 shart bilan
3 şart bilen andın şu iki kırat savapga ilişkili bu 3 tane şart var. O endi bu hadisten çıkılan hükümlerimdir. Bu hadisten çıkılan fiqhi hükümlerini bayan kılımız. Birinci, bu hadiste met namazı okuşqa ve metnin cinazıga ergişişke ve onun defnesiga hazır buluşqa kızıqtırıp atıdı şeriat. Belki bazıda bu farz kifaya halatda buludu. Bazıda hiç kim met namazı okuydu, hiç kim bulmadı farz ayn. Farz kifaya, vacip. Bunun kendine adam köp bolgansa mustahab. En ahırdaki nimaga tushadi o? Mustahabga tushadi. Anladın? Defni qilish degan gap. Nimishqa? Savab. İki qirat savabni uchun mustahab degan gap. Abu Zinad al-A'raj rahimahulloh deganki, Payg'ambar alayhisalom o'zining qavli bilan Payg'ambar alayhisalom buni qiziqtirgan edi. Hayotlikda turmushda aloqa qilishga nisbatan o'zining bunday qavladi. Endi Payg'ambar degandiki, sil man qata'ak va a'ti man haramak. Senden silahını üzgen adamga sen ulug'in, sana bermagan odamga sen bergin degan edi. Hayotdagi munosabat, kishilik turmushdagi hayotdagi munosabatni, ijtimoiy munosabatni yaxshilash uchun. Uning kenidan vala taqata'u vala tadabaru degan edi. Ya'ni munosabatni uzishmanglar, bir-biringlarga keyninglarni qilishmanglar degan edi. Ve ülep bo'lgandan keyin aloqani uzmaslik uchun, hayot vaqtida hayotlarga aloqani üzmey münasebet kuruş için yukarı sözü degan edi. Ülep ketkenler bilen bu aloqani uzatmaslik uchun nima degan edi? U ülep ketgandan keyin uni met namozini o'qishga va uni qabrisigacha birga uzatib, dafnigohga birga chiqishga va uni haqida duo qilishga buyurgan edi. Payg'ambar alayhisalom musulmon qilish haqqini bayon qilib, uning haqqi faqat tiriklarga gina emas. Tiriklarning haqida aloqani uzganlarga, aloqani ulash, yaxshilik qilganlarga, bu yaxshilik qilish, yomonlik qilganlarga yaxshilik qilish. Ülep qolganlarning haqida desa, ülep o'ldi katta emas. Uningki birinchi qilib met namozini o'qish, uning keyinda buning ergishib, dafni oxirat ishlarida qatnashib, dafni qilib, uning haqqida davomli duo qilib turish. Davomli ülep ketgan musulmonlar haqida duo qilib turishga musulmonning gardindagi haqlardan biri ekanligini bayon qilgan edi. Hocam ikkinchi fiqh hukmi o'tib chiqilgan. Mazkur savab, ya'ni mush ikki qirat savab qilishlikka yana bir sharti qolsa, qanday bo'lsa bu asl bu desanglar, jinoza namoziga iymon o'zi mu'min bo'lganlik uchun birinchi. Ikkinchi nima bo'lish uchun savob umid qilib, Allohning roziligini umid qilib qatnashgan bo'lsa, shu savob bo'ladi. Ammo bir odam dunyolik uchun, ya'ni madem men namozga borsam, meniki metning sahibi bir xushallohmiki, rozilarmiki deb uni xushamat qilish uchun yoki qo'rqib men namozga bormasam, ma'nada foyda kelmaydi, ziyon chiqadi deb qo'rqib borgan bo'lsa, masavob yo'q. Demek. Üçüncü latife inçke hüküm olsa, yani meyt namaz okuşundaki vacipliki ve bunu defne kılışının vacipliki ve o icma. Bütün Müslümanların icması. Dördüncü hüküm olsa, bu hadiste meytinin namazını, meytinin cenazemizini okup ve onunla defne kılışının ikisini birle qilish, jamlashlikka qiziqtirish bor. Anladın? Demak, namoz janozani qo'ymay birga dafnigohga birga chiqish qiziqtirish bor. Va bu ikkisiniki savobining intayin kattaligini, nihoyat ko'p savob bo'lganligini bizga jikilayotdi, eskartyotdi. Bu yana birga mushu katta savob faqat mushu ummatga xos qilingan xususiyatlardir. Hamma ummatga berilmagan bu. Bir janoza namozi qilishib, uni keyin dafnigohga birga chiqib dafnigohda birga dafn qilsa, buni ikki qirat savob bo'ladi degan bu katta ajr faqatlam mushu ummatga nima berilgan xususiyatlardir. Ilgari ummatlarga berilmagan. Beshinchi hukm bu shu hadisda Hanefi mezhebiniki uch aşkar bir hücceti var. Hanefi mezhebinin delili. Qanday desanglar, yani cinazının arkada menish, cinazının oldida mangandan afzal degan. Cinazeniki nima istemash? Arka tarafida menish, oldida mangandan afzal deganga delil bor. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men ittaba'a dedi. Men ittaba'a dedi. Ergashdi dedi. Oldida mangdi dedi. Shuning uchun mush savobga erishish uchun va afzallik jihatdan mu cenazının keyin dememiş nima afzal, mustahab. Bu Avza'ining ham mazhabi, Hanefi mazhabi shu, Avza'ining mazhabi shu. Avza'ining mazhabida bir katta mazhabimiz bo'lgan yo'qolib ketgan hozir. Lekin
Şu mezhebim var. Ve Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın bu şekilde eser kelgen. Hoş, yeni bir mesele, fıkıh meselesi yeni bir mesele. Mesela cenazenin kendini ulak kımınsa, bu çatak yok. Lakin mengiş evzel, piyade mengiş nima evzel. Ama bir adam ulak kımını bir kabristan bilen mescidin arası yerak bolsa, uzak bolsa, nimaga chiqib mashinalarga degandek ulaqliq holati bo'lsa, mafi mushkila, ya'ni unda hech bir chatoq yo'q. Ammo piyoda mangish nima fursat bo'lsa, piyoda mangishga agar qudrat bo'lsa, piyoda mangsa afzal savoblari ko'p bo'ladi. Endi bu hadisga aloqador bo'lgan mazmunlar tugadi. Endi bizga musannif oxirida bir tabi'ahu Usmanul muazzin deb bir eng oxirida mush so'zni degandi. Ya'ni nimaga Ravhga Osmanlı muazzin mutabaat qildi. Osmanlı muazzin bizga Avf Muhammadin Abi Hurayra payg'ambarimizni mushasini o'qishni so'zlab berdi degan bir so'zni degan edi. Ya'ni bu yerdagi Ravhga Ravh mutabaat degan gap qanday desanglar, mutabaat ikki xil bo'ladi. Bir mutabaat naqisa, bir mutabaat kamila. Agar İmam Buxoriyning shayxidan tortib shu oxirigacha yana bir odam boshqa sanatlar bilan mutabaat qilib bu o'xshash hadisni rivoyat qilgan bo'lsa mutabaat kamila bo'ladi. Mutabaat naqsi degan gap İmam Buxoriyning shayxining shayxi yoki 2-3-chi qo'ldan yana bir odam ikkiga aylanib bilan o'xshash holatda rivoyat qilgan bo'lsa, buni nima ataladi? Mutabaat naqsi deb ataladi. Ammo mutabaat Ravh nima kimga agashdi mutabaatda? Ravh Osman al-Haysamga agashdi. Kimni rivoyat qilishda? Avf al-A'rabiyni rivoyat qilishda. Endi Osman degan kim ediki? Osman bu hada bu kelgan Osman ibn al-Haysam degan bu Osman ham İmam Buxoriyning shayxlaridan. Tushundingmi? Ba'zida İmam Buxoriy shu Osman al-Haysamning o'zidan vassiz holda rivoyat qiladi. Anladın? Vassiz holda rivoyat qiladi. Ba'zi o'rinlarda Muhammad degan, ya'ni Osman al-Haysam bilan İmam Buxoriy o'tirdi. Muhammad deb bir shayxi bor. U o'zi Muhammad ibn Yahya az-Zahli degan kishi. Ular rivoyat qiladi. Demak, bu chaqda ba'zida rubai bo'ladi, ba'zida xumasi bo'ladi. Agar shu Osman al-Haysam bilan İmam Buxoriy orasiga shayxini qatsa, bu chaqda 5 tane sanat Rasululloh bilan İmam Buxoriy o'tirdi. 5 tane nima bo'ladi? 5 ravi bo'lgan bo'ladi. Agar qatmagan chaqda 4 ravi bo'lgan bo'ladi. Demek İmam Buxoriyniki dalilisniki yuqorligining alomati. Endi agar mush hadisni İmam Buxoriy Osmondan olgan bo'lsa, andin Osman ibn Haysamdan olgan bo'lsa, bu texmbek dalisini yuqorligini ko'rsatadi. Agar Manjufining rivoyatidan olgan bo'lsa, 5 kishiga ko'rsatadi. Xo'sh, endi İmam Buxoriy demak bu yerda sizlarga keltirmoqchi bo'lganda nima demoqchi? Mush hadisniki ikki jihatdan kelganligini eng inchga nima qilayotgan nuqtasi, bizga ishorat qilayotgan nuqtasi qasi desanglar, bu yerdagi Muhammad ibn Sirin bilan Hasan al-Basri rahimahulloh ikkisiniki bariq qilmaydi, o'xshamaydigan taraf, ha. Muhammad nimadan rivoyatida? Manjufining rivoyatida, Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufining rivoyatida kim bor? Hasan al-Basri va Muhammad ibn Sirin deb Avfning nimasidan Avfning kimdir rivoyat qilgan? Hasan al-Basri va Muhammad ibn Sirin degan ikki katta tabiinni rivoyat qilgan. Nima? Endi ma kimki deb desanglar, kimki ma Osman al-Muazzin, Osman al-Muazzin degan Basra jamiasiniki, Basra jamisining muazzini bu odam, mashhur, intayin mashhur kishi. Mushu kishi kimdi? Faqat Muhammad ibn Sirin deb rivoyat qilgan. Shu sababdan miyada Muhammad ibn Sirin faqat bir kishi. 5-diki Muhammad ibn Sirin va Hasan al-Basri bo'lganligi uchun ma 5-diki sanatda baldir keltirdi. Chunki ani 2 kishi bo'lganligi uchun nima qildi? Baldir keltirdi. Mana Muhammad ibn Sirin bir kishi bor, buni kim keltirdi? Lekin buniki tabi'ahu degan Ravhga Osman al-Muazzin agashdi, ammo shu Osman al-Muazzinning o'zi ham nima Buxoriyning shayxlaridir. Tushunammi? İmam Buxoriy ba'zida Osman al-Muazzinning o'zidan rivoyat qiladi, ba'zida o'tirib Muhammad ismli yana bir shayxini kirgizib rivoyat qiladi. Xo'sh, bu bugungi hadisniki butun mazmunlari shu. A'udhu billah. Endi kelgan ikkinchi hadisimiz bo'lsa,
babu khawfil mu'mini en yuhbata ameluhu ve huve la yeş'ur. Al-iyadu billah. Endi bu bab jihatda 35 bab. Ya'ni mu'minning ameli mu'min sezmegen holatda bekor bo'lib ketishidan, bekor qilinishidan davomliq xavf selishi, qo'rqishining bobi deydi. Nimadan ya'ni shu nimadan amaldan birini qilib, yomon qattiq ig'ir gunoh, ma'siyatdan birini qilib, shuning bilan buning kofir bo'lib ketishi yoki ixlosdan yo'qolib ketishi yoki amallarning savoblarining tugab ketishidan ansirab qo'rqib turish kerak degan bir bor. Ama buniki biz tafsilotini keyin bilamiz. Ve qala İbrahim ut-Taymi bu intayin o'zi tabiilardan o'zi abid, intayin ishonchlik, siqa, hadis ilmida ishonchlik ve o'zini vaiz edi. Ya'ni vaz nasihatchi edi. Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazziba. Yani bir rivayette an akuna mukazzaba. İbrahim et-Taymi rahimahullah deydi ki, men mening so'zimni, mening amalimga to'g'ri qilib tanlab bakmadım, selishtirib bakmadım. İlla agar selishtirib baksam, khashitu an akuna mukazziba. Men yolg'onchi bo'lib qolishimdan qo'rqdim. Yani bu rivayette mukazzab, yani yolg'onga nisbat berilishimdan qo'rqdim. Yani agar men yolg'onchi bo'lib qolishimdan qo'rqdim degani, agar amalimni, so'zimga amalimni selishtirib baksam, qarab baksam meniki qilgan vaz nasihatlarim qaraganda mening amalim nihoyat oz. Shuning bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda lima taquluna ma la taf'alun degan qavliga tushib qoladi menga deb ansirab, yolg'onchi o'zim yolg'onchi bo'lib qolgan. Yolg'on degan gap amaliyotga udul kelmaslik, so'zniki amaliyotga uyg'un kelmasligi. Mening amalimga so'zim udul kelmay qolishini qo'rqdim degan gap. Agar mukazzab bo'lsa, ya'ni boshqalar mening amalimni ko'rgan boshqalar, "Hey sen bunda da'vat etding, bunda amal qilib ekansan-ku" deb boshqalarniki mening sen yolg'onchi ekansan, sen yolg'on aytibsan, gaping yolg'on ekan-ku deyishini qo'rqdim degan bo'ldi. Mukazzib bo'lsa ham yaxshi. Ve qala ibn Abi Mulayka mundaq deydi: "Adraktu 30 min ashabin nabiy." Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 30 kishini topdim. Kulluhum ularning hammasi o'zining munofiq bo'lib qolishidan qo'rqmoqda ekan, qo'rqyapti ekan. Ma minhum ahadun yaqul, ulardan hech kimning men Cibril ve Mikail'in imanının üstüde, yani benim imanım Cibril, Mikail'in imanına okşaştığını anlap bakmadı. Ve yuzkeru anil Hasan-ı Basri rahimahullah'ın zikir kılındı. Ma khafahu illa mu'min. Münafıklıktan mu'minlam qo'rqudi. Ve la aminahu illa münafık. Münafıklıktan fakat münafıklam tinch aman bo'ladi. Yoki Alloh taoladan mu'minlam qo'rqudi, Alloh taoladan münafıklam xotirjam bo'ladi, qo'rqmay degan قولي كاجل. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. واو العطف ما يحذر من الإصرار ديان جملة معطوف بشركة خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ديان جملة معطوف عليه. يعني bu yana Müslüman bilen Müslümanlarınki uruş kılışı, cengi cidal kılışı ve Allah Teala'ga asi buluşu, tövbe kılmasının asi buluşuna ısrar kılışı, yani devamlılaştırıyormuş. Devamlılık Müslümanlar bilen özara uruş kılıyveriş, devamlılık Allah Teala'ga tövbe kılmasının asi buluyveriş tin ibadet bu eğil cinayetin eskertilişinin babı, eskertiliş hakkında kelgen tüendeki ayet hadislerinin babı diyen bu. Nimiş kadise li kavlillahi Teala, Allah Teala'nın kavlini cidden ki وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ular bilip durup kılmışlarındaki yaman kılmışlarına davamlaşmaydı degan ayet. Oğul senede muttasilimiz bilen İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy bizga mundaq dedi. Bizga Muhammad ibn Ar'ara hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Ar'ara mundaq dedi. Bizga Shu'ba Zubayddan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Zubayd mundaq dedi. Men Aba Vail degan yani Salama Shaqiq ibn Salamat at-Tabi'i. Aba Vail degan yani Shaqiq ibn Salamat at-Tabi'i ismli Aba Vail kunyatlik bu zatdan tabi'iden so'radim. Anil Murji'a degan firqadan so'radim. Faqal
bu Ebu Vail mındak dedi. Bana Abdullah, yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh söylep verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mındak digenlikini söylep verdi. Resulullah mındak dedi. Sibabul muslimi fusukun. Müslümanı tıllaş fasıklıktır. Ve qitaluhu kufrun. Müslümanı öldürüş küfürlüktür diyen. Bu hadisi tefsilatını ki üç hadisini bir olsun söylep vermem. 49. hadis. O senede mutasımız bile İmam Bukhari'ye etken bizge Kutaybet bin Sa'id el-Thaqafi'ye söylep verdi. U mındaqdaydı bizge İsmail ibn Cafer Hümeyd'in rivayet kılıp söylep verdi. Hümeyd Enes radıyallahu anh rivayet kıldı. Enes radıyallahu anh mındaq dedi. Bana Ubadet bin Samit radıyallahu anh haber kıldı. Şunda haber kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi haraca ve yuhbiru bi leyletil kadr. Leyletil kadr kişisinin kaçan ütülgalıkını haber bölüş için çıktı. Fetalaha raculani minel muslimin. Müslümanların iki adam şu vakti da arkada talaş tartışıp kaldı. Fakat Resulullah dedi ki men silage leyletil kadr kişisine haber bölüş için çıkan idim. Ve innehu halbuki çokum şen diyen demek çoğunun şu ki falani ve falani talaş tartışıp kaptı. Cengiciler kaptı. Ferufe şu sebepten rufiat. Yani bu kişinin ilmi kütülüp gitti. Yani bu kişinin üzemez, kişinin ilmi kütülüp gitti. Çünkü bu kişinin üzeri kıyamete kadar mevcut. Ve asa en yekuna hayran lekum. Belki bu kütülüp gitkenlik misler için yaxşı buluş mümkün. İltemisuha. Onda bu kişinin fi 7 de yani 27 de ve 9 yani 9 da yani 29 da ve 5 de yani 25 izdanladaydı. Hoş, endi biz bu şu 3 hadis bilan bu babdagi tafsilotini so'zlaymiz. Oldi bilan biz babdan boshlaymiz. Babu xavfil mu'mini min an yahbata amaluhu la yush'ir degan. Yani bu bab bu nima degan bo'ldi bu narsasi? Hada babun fi bayani xavfil mu'mini min an yahbata amaluhu degan bo'ldi. Yani bu mu'minniki ameli o'zi tuymagan ahvolda ameli bika bo'lib ketishdan qo'rqishining bayoni haqida kelgan bir bobda degan bo'ldi kamil. Endi bu miyadagi an degan so'z mishadagi an masdari deb ataladi. An masdariya. Yahbata degan fe'l mudari nimaga aylantirdi? Masdarga aylantirdi. Ya'ni nima degan bo'ldi? Ya'ni min habati amalihi degan bo'ldi. Bir rivayat min degan so'z bir rivayat min bor, bir rivayat min yo'q tushunolma. Lekin shu ma'nosini taqdir qilamiz min bo'lmasmi? Ya'ni min habati amalihi degan bo'ldi. Yani hada babun fi bayani xavfil mu'mini min habati amalihi. Masdarga aylantirdi, an masdarini. Endi yahbatu degan qavli bor, yahbatu. İki rivayet bilan kelgan bir yahbatu yani bir yuhbatu deb. Yahbatu desak bu habita yahbatudan chiqqan. Alime ya'lemu babidan. Ma'nosi nima? Yabtulu, batala yabtulu. Yani birkaç bo'ldi degan gap. Endi yani amaluhu yuhbata amaluhu degan ki amel bakajlab ketgan gap ma'nosi, yani murad nima? Savobu amalihi degan bo'ldi. Yani bunun amelining savobi. Amelining savobi bo'lib ketishidan qo'rqish degan bo'ldi. Xo'sh, endi menda bir savol kirdi bizga. İnsanın qilib bo'lgan amalini bakajlab ketgan chiqamdi desa, bakajlab ketadi. İmam Navaviy mundaq deydi. İmam Navaviy deydi ki, "El muradu bil habti nuqsanul iman." Ya'ni habit degandagi murad maqsad nima? Iymonniki kamlab ketishidir. Va ba'zi ibodatlarning savobining bagajlab ketishidir. Kofirlab ketish emas. Amal bagajlab ketish deganda nima murod emas? Kofirlab ketdim o deganlik emas. Çünkü insan faqatlam o'zi e'tiqod qilgan narsa bilan kofir bo'ladi. Yoki bu kofirlikni vojib qiladi degan narsani qilish bilan kofir bo'ladi. Ammo bir amalni gunoh qilish bilan ondan kofirlikni o'zi e'tiqod qilmasdan kofir bo'lmaydi. Ahl-i sunnat jamoatning aqidasi bu. Gunoh masjid bilan iymon chiqib ketmaydi degan. Bu asli gunoh masjid bilan iymon chiqib ketgan nimaning qavli bo'ladi? Bu Mu'tazilaniki va Xavorijniki qavli bo'ladi. Ammo ahl-i sunnat demaydi. Ammo bu nima degan gap? Amali bakolab ketishni qo'shgan gap, yani amalning savob bakolab ketishgan gap. Iymonning chiqib ketishiga emas. Ammo bir odam cho'ng gunohni davomlashtirib qilaversa, buni oxirida iymondan chiqib o'tishga olib berish ehtimollik bor. Tushundingmi? Cho'ng gunohni qilib davomlashtiraverish, gunohni qo'rqmaslik degan buniki nimaga olib berish masalasi bor.
imanda ağır kafir ölümüne ketiş xavfi var. Emellerindeki bütünley bakavolap ketip onun imanı bakavolap ketiş xavfi var. Hem bu hadis İmam Nevevi rahimehullah deydi ki İmam Buxariy'deki muşu babdan keltime çoğun muradı bolsa murciyelerge reddiyebiliş deydi. Murciyelerge reddiyebiliş. Ulan ne deydi murciyeler? Allah Teala la ilahe illallah diyen adamını günah mesiyet ötkezginliği azaplamaydı. Onun amellerden günah kardeşlerin emellerine hiç kadar bir emel bagaj bulup ketmeydi. İtaat etmen adam bilen asininki imanı okşaş beraber. Deb nimeler murciye etken bir fırka murciye meydan açıp kütürüp açıktı. Şu an İmam Buxari şunun ret kaytır üçün şu babını keltüdü alayda. Onun kendisi babının başı da tabi'inlarınki imamlardan bulan tabi'inlarınki tabi'in el-ecilla ulu munayet abid alim mujtehid tabi'inlarınki kavullerini keltüdü ve ulanınki sahabelerden nakil kılan hadislerini keltüdü. Demek çoğunu İmam Buxari'nin hem babdaki tercüme unvan tercüme edilen babını şunu kırıp alayımız ki İmam Buxari dedi ki seleflerin içinde bu vakti katı ihtilaf yok. Yani ulanın şundak tirişçarlığı, taat ibadetini şundak ictihat bilen kıldıqallığı, Resulullah'a hemsöhbet boğallığı ve Resulullah'ın sahabelerine hemsöhbet boğallığı bilen turup hemmisi Allah Teala'nın azabını kutlanmaya kılışını korkan tutsa. Murciye'nin gibi internet hata diyenge delil götürüyordu. Hem de biz murci degan bir so'zniki tadqiqotni tahlil qilib murci degan nimadan chiqqan aslida? Murci degan gap asli irja'dan chiqqan. Irja degan mas ta'xir. Kechiktirish. Bular nima uchun kechiktirish degansa bular amalni imondan va niyatdan qasdga qalbdagi niyatdan amalni kechiktiradi. Yani bular qalbimizda iymon bo'lsa, bo'ldi amal bo'lmasin bo'ldi deb amalni keyin qo'yadi. Alloh taolo bizga rahmat qiladi deb. İkinci bu racatın çıkan bir rivayet. Yani bu raca, ümit kılış. Yani bunun deydi o emelini kılmaydı, neymiş kılmaydı Allah Teala naiti gafur rahman. Allah Teala rahmet katı bizge. Kulağımın kıyametin ümidimizi üzmeyimiz de tutam. Kattığımız derini okuyup ibadet kılmaydı. Çünkü buna ne deydi o? La tedurru ma'al imani ma'siye kema la tenfe'u ma'al küfri ta'a deydi. Yani iman bilen buna masiyet işkanda zarar yetkizmeydi. Huddi küfür bilen taat ibadet payda yetkizmegende diyen bir gapni meydan kaçırdı. Hem de bulga İmam Buxari aşı seleflerindeki delillerden bir kaçı delillerini delil qilib keladi. Bu vaqtda biz nimada aqida safiydi kenkarisiga delil so'zlab keladi. Lekin hozir İmam Buxari nimada aytdilar shu salaf ilmi oliniki ahli sunnat va jamoatning aqidasi bunday emas ekanligini salaflarniki o'ziniki qavllar bilan bizga delil qilib kelyapti. Va deydiki وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا diyen kavlini keltirdi. Hem de İbrahim el-Teymi diyen kim? Sizler aldı bilen. İbrahim el-Teymi diyen bu tabi-i celil. İntayin takvadar. Tamak ne az yeydiğen. Tamak ne az yeydiğen. İbadetine naiti cıkkılıdığen. Belki mi takvadar zahid, belki takvadar zahid bir tabi'iydi. Bunun kıslarından biri İbrahim el-Teymi İbrahim el-Nekhai. Çünkü anlamı İmam Azam'daki şeyhinin şeyhi. Hammad ibn Ebi Süleyman'ın şeyhi kimiydi? İbrahim el-Nekhai. Hüccac dedi ki İbrahim el-Nekhai'ni tutup zindanlı solanlar dedi. Hüccac zalim. Hüccac ibn Yusuf Sakafi. İbrahim el-Nekhai'ni turmuki taşlanlar dedi. Şunu olan Hüccac adamı vetti bir bağın edimi İbrahim el-Nekhai'ni tutmakla deyip İbrahim el-Teymi'ni tuttu. İbrahim el-Teymi'ni tutkandikin sorudu ki sen İbrahim el-Nekhai mu ya ki İbrahim el-Teymi mu deyip sorudu. Soğandikin ne mi kılattın onu diyen bizne Hüccac İbrahim el-Nekhai'ni tutup ekilan diyen deyip tutup ekilan diyen deyip şunda dedi İbrahim el-Teymi ne mi dedi oylap kaldı bir şeyde. Yani İbrahim el-Nekhai'ni tunuyattı. İbrahim el-Teymi ve onun hem Edistan'ın ağabey ustazı hem iyiydi. Hem onu yaşkür etti. İbrahim el-Nekhai'ni intihar kattı alim. İbrahim el-Teymi intihar kattı alim. Şuna ben İbrahim el-Nekhai emez, İbrahim el-Nekhai falanı da koysam, verip İbrahim el-Nekhai'ni tutsa, ben takvadır olmaya kalırım. Minin sebebimden bir Müslümanın birisine mi kıldı o? Türmü kirip gitti o deyip, andın
gap qilmay turdi. Shuni tutib ketdi. Tutib ketib, turmaga tashlab qo'ydi. 40 yoshga yetmay turib, turmada vafotlab ketgan. 40 yoshga kelmay turib, turmada vafotlab ketgan. Shundoq katta taqvodor, haqiqiy zoid kishi edi. Ilmiga amal qilgan. Mushuk kishi nima deyapti? Men mening gapimni amalimga selishtirib boqmadim. Agar selishtirsam, yolg'onchilik qilaman demak deb qo'rqyapman deb deyapti. Ya'ni tabiiylarni tutgan yo'li shunda taqvo turib, shunda taqvo. Shuncha ibodat qilgan turib, yana o'zini andan bir gunohkordek his qilgan. Bu degan asli to'g'ri yo'lmish. Asli to'g'ri yo'lmish. Ha, endi bu bab bilan yuqoridagi shu bab bilan tuvandagi hadisdagi mutobiq aloqasi nima desanglar? Mu'min davomliq aloqa, ya'ni mu'min davomliq o'zini amalda nuqson qilganligini his qilishi va o'zi o'ylamagan holda, o'zi sezmasdan bir muncha ishlagan savoblardan mahrum qilishdan qo'rqib turishi degan bab bilan insonning munosabati shu. Endi İbrahim et-Taymining so'zi bilan munosabati shu, bab bilan munosabati. İbrahim et-Taymi deydiki, İbrahim et-Taymi bu gapni deyishiga sabab chunki u xaloyiqlarga davomli nasihat qiladi. Vaiz edi, nasihat qiladi. Bu gapining ma'nosi İbrahim et-Taymining shu so'zining ma'nosi, yuqorida so'zlagan so'zining ma'nosi nima desanglar? Ya'ni men haqiqiy og'zimda so'zlagan sizlarga nasihatimdek amal ibodat qilmadim. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sgan odamni va amalda qusur qilgan, amalda nuqson qilgan odamni Alloh taolo Qur'oni Karimda kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun degan oyat bilan intayin so'kkan edi. Shuning uchun meniki shu so'zlagan sizlarga nasihatim qaraganda amal ibodatimni oz sanab qoldim. Shu sababdan men yolg'onchi bo'lib qolishimdan qo'rqaman deb, yolg'onchi bo'lib qolishim degani men yani yolg'onchilarga o'xshab qolishimdan qo'rqaman deb o'zini bunda tutgan edi. Demak, bu to'g'ri yo'lmish edi. Bunda tutish kerak deyapti Imom Buxoriy. To'g'ri yo'lmish deyapti. Biz degan 10 qadam haj qilyaptik, 20 qadam umr qilyaptik deb xotirjam bo'lib qolish xatarlik ahvol. Endi ikkinchi so'z Imom Buxoriyga keltirgan ikkinchi qavl bo'lsa asar وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه. Ben Resulullah'ın sahabelerden 30 kişini taptım. 30 kişi taptım. Ularning hammasi o'ziga munofiq bo'lishdan qo'rqadi ekan. Ularning hech kimning mening iymonim Jibril, Mikoilning iymoniga o'xshashligini anglab boqmadi degan qavlning ma'nosi. Ularning hammasi munofiqdan qo'rqadi degan gap, ya'ni ularning hammasi ularning iymoni bilan munofiqlik olish qolmasin deb qattiq hazar elaydi ekan. Chunki men munofiq, davomli munofiqning ishini qilib andan ansaydigan gap emas buning ma'nosi. Ma'nosi bular ajoyib itoat qildi ekan qilib. Ya'ni mening iymonim bilan munofiq bilan olish qolmasin deb bek qattiq hazar elaydi ekan degan gap. Itoat qilgan degan. Chunki munofiq degan gap endi turdi endi. Payg'ambar alayhisalom deb berdi-ku, 4 xil xislat munofiqning xislati deb. Bunun uchun turgandan keyin gap qilsa yolg'on aytadi, va'da qilsa xiloflik qiladi, amonat qo'ysa xiyonat qiladi, bir bilan davolashib qolsa og'izni buzib tillaydi. Bunda bu axloqiy munofiqlik. Uning keyinidan qalbdagi munofiqlik qilmaydi, og'izda deganni qilmaydi, dili boshqa bo'lish masalan. Bu shunda işte nayt insonlik oldida musulmonning ichida bu axloqli nachar axloqli bo'lgandan keyin nimalar munofiqlikni qo'rqatdi degani, ya'ni qattiq hazar elaydi. Ya'ni ma munofiq qilsa to'dima, buni qattiq itoat qilib nirmang'atdi, davomli qilgan bo'lmaydi. Ular yiroq mang'atdi. Undan keyin shundaqlik bilan bilib turib, munofiqni shundoq hazar aylab turib, ular bundoq deydi. Ya'ni shunda turib, ularning hech kim bunday demaydi. Ya'ni uning iymoni Jibril alayhisalom, Mikoil alayhisalomning iymoniga o'xshash degan gapni qilmaydi. Nima ish qildi desa, chunki qanday bo'lib Jibril alayhisalomning iymoni bilan ularning iymoni qanday bo'lib o'xshamaydi desa, chunki Jibril alayhisalom ma'sum. Ya'ni gunohdan pok. Alloh taolo gunohdan ma'sum qilib yaratgan. Uningki iymoniga hech qachon munofiqlik yetmaydi, xotirjam. Uni munofiq yetmaydi. Ammo o sahabalar, tabiinlar kim bo'lishini qat'iy nazar payg'ambarlardan boshqa nima g'ayri ma'sumin. Ma'sum emas ular. Ular gunohdan ma'sum emas. Ularga
Davamlıq nima? Munofiqniki iymoni kirib qilishi. Su'y xotima bo'lib qilishi, xotimasining yomon bo'lib qilishi. Dan iborat qo'rqinchi davomliq bor. Shu sababdan davomli qo'rqib turish kerak. Tushunarlimi? Xotirjam bo'lib qilish bo'lmaydi. Endi ba'zida mana tushundik, ha? Mana tushunmas. Uchinchi so'z. Uchinchi asar kim İmam Buxoriy Hasan al-Basri rahimahullohdan rivoyat qilgan asar. Ma khafahu illa mu'min va la aminahu illa munafiq degan. Ya'ni uningdan Alloh taoladan faqat mu'minlar qo'rqidi. Alloh taoladan munofiqlar tinch aman bo'ladi. Ya'ni qo'rqmay xotirjam bo'lib qoladi degan. Hasan al-Basri rahimahulloh mishadiki ma khafahu degan zamir Alloh taolo qaytadi. Ve la eminehu degandim Alloh taolo qaytadi xo'sh. Endi Mualla ibn Ziyad degan bir tabi'i Hasan al-Basri rahimahullohdan rivoyat qildi bunda deydi. Men Hasan al-Basri rahimahullohniki shu masjidda turib qasam ichayotganligini angladim deb. Billahi'llazi la ilaha illahu ma mada mu'minun qattu ve la baqiya illa ve huve minen nifaqi mushfiqun ve la mada munafiqun qattu ve la baqiya illa ve huve minen nifaqi amin. Yani deydi ki bir Allah'tan başka ilah bulmayan Allah bilen qasam ki birer mümin ütep bakmadı. Birer mümin ütep ve bu dünyada hayat kap bakmadı. Eğer ütep ya kap kalsa ya ki kap ütep kalsa o devamlı qanday halatda ötdi? Munofiqlikdan qo'rqqan halatda ötdi. Birer munofiq ütep bakmadı ve birer munofiq kap bakmadı. Eğer ütep kalsa ya kap kalsa o devamlılık ne de münafık bo'lib qilishni xotirjam holda bo'ldi. Va kana yaqul Hasan al-Basri rahimahulloh da deydi. Men lam yakhaf an-nifaq fa huwa munafiq. Munofiqlikdan qo'rqmagan odam munofiqning o'zi shu. Deb shunda deydi. Ben Hasan al-Basri rahimahullohdan so'ragan edi. Dediki, "Nakhafun nifaq? Biz munofiqlik qilishni qo'rqamiz" deganda Hasan al-Basri rahimahulloh deganki, "Wa ma yu'minuni وقد خافه Ömer ibn Hattab radıyallahu anh. Ay ben nem üçün münafıklıktan hadicem butken ben. Münafıklık qilishni Ömer ibn Hattab radıyallahu anh qo'rqqan tursa, deb Hasan al-Basri rahimahulloh shunda javob bergan edi. Xo'sh, endi İmam Buxoriyning "Va ma yuhadzaru min al-israri على النفاق والإسيان من غير توبة لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون degan qavlniki bununki sharhisi. Endi bishadiki "Va ma yuhazzaru" degan qavli o nimaga atf? Beshtiki "Xawfil mu'mini" degan qavliga atf yadiki. Xo'sh, endi bu yerdagi İbrahim at-Taymiyning asari. İbn Abi Mulayka Hasan al-Basri rahimahullohning asarlari ma'tuf bilan ma'tuf alayni o'rtasidagi bir qistirma jumla mu'taraz. Jumla mu'taraz shaklida keltirdi. Nima ish qildi? Chunki İmam Buxoriy bu babni ikki unvonga bog'ladi. Bu bir bab lekin uni ikki xil ma'no bor, cho'ng ma'no, tushundingmi? Biri mu'minniki davomli amalning bakolat qilishdan qo'rqishi degan bir mazmun. Ikkinchi cho'ng mazmun bo'lsa, munofiqlikning ustida davomlashish tin nazar aylash. Bu nima demak? Ya'ni murji'a kerak. Murji'a firqasiga kerak, riddiya. Günah masiyatning ustida davomlashish tin nazar aylash degan gap. Ya'ni murji'a firqasiga raddiya qaytarilgan bir javob. Demak, bu bab ikki tarjima bor, ikki unvon, ikki mavzu bor. Endi shu mavzu haqida 3 tane asarni so'zladi. Qur'ondan bir oyatni so'zladi, 2 hadisni so'zladi. Ubad ibn Sabit esa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu 2 hadis so'zladi. Endi xo'sh, endi ikki marfu 2 hadis keltirdi ama 3 asar, Qur'ondan bir oyat, marfu 2 hadis keltirdi. Endi bu 3 asar birinchi tarjimaga aloqador. Birinchi tarjima qasida ya'ni mu'minning amalidan bakolab ketishidan qo'rqish edi. Shu sababdan 3 tane asarni İbrahim at-Taymi, İbn Abi Mulayka, Hasan al-Basri'ning qavlini nimadan, shu nimaning keltirib keltirdi. Amalning bakolab ketishi degandan keltirdi. Jumla mu'tala shaklida qilib tushunadimi? Endi ammo oyat, so'zlab turgan oyat dedik. Bu oyat va ikki hadisning biri, o'sha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadisi, Sibabul Muslimi fusuqun degandagi hadis. Bu ikkinchi tarjimaga aloqador. Ikkinchi tarjima qasida, ya'ni gunoh masiyatning ustida davomlashishni nazar aylash
ve murci'e reddiye degan. Shundama ma'lumga aloqador Abdullah ibn Mas'ud hadisi ma'lumga aloqador bo'lganligi uchun nimani ikki bobni ikki tarjimasini o'tirga jumla mo'tadil shaklda 3 tane asarni kelib qistirib qo'ydi. Shundan gapni ve ama yeni bir hadis bolsa Ubadet ibn Samit radhiyallohu anhu hadisi, en ahirki hadis. Bu birinci tercümege yani babning birinci tercümesiga aloqador, ya'ni amalni bakolab ketishidan saqlanishga aloqador. Buni deb ataymiz, buni balog'at tilida ataymiz, buni laf va nashr g'ayr murattab deb ataymiz. Laf, nashr g'ayr murattab. Nima degan gap aytsanglar, biz umumiy bir hukmni biladi avvalda. Umumiy bir mafhumni biladi. Uning keyin buning dalil tafsilotini tertib bilan bayon qilsa, nima bo'ladi? Laf, nashr avvalan umumiy shaklda bir ekilib, majmu' shaklda ekilib, uni keyin tafsiliy shaklda tertib bilan qilsa, bu laf, nashr murattab deb ataladi. Ammo umumiy shaklda bir so'z deb gap, uni keyin bu dalillarini, tafsilotini ilgari keyin qilib, tertib bilan emas, masalan, xudmiyatgidek birinchi babniki, birinchi tarjimaniki dalilini keyin, ikkinchi tarjimaniki dalilini burun keltirdi. Bunda ataymiz buni laf, nashr g'ayr murattab deb ataymiz. Ma'lum sabablar bilan, ya'ni yuqorqi bog'lash aloqasi sabablar bilan. Xo'sh, endi ikkinchi tarjima biz degandek, hozir ikkinchi tarjima keldik. Ikkinchi tarjima murji'alarga raddiya qaytarish haqida kelgan. Chunki murji'alar nima deydi? Gunoh, ya'ni iymon bor turib gunoh ma'siyatdan hazar aylash yo'q deydi. Imom Buxoriy bu oyatni, bu tilovat qilgan oyatni murji'alarga raddiya qaytarish uchun zikr qildi. Chunki bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Ya'ni o'zining gunohidan istig'for etgan kishini damlash ve gunohi ustida davomlashmagan kishini damlash ustida nozil bo'lgan oyat edi. Demak, buning mafhumi nima? Anda qilmagan odamni sukashdan gap. Ya'ni bir odam buni aksi bo'lsa shu, gunohidan istig'for etmasa ve gunoh ustida davomlashi va shu oyat sukudi degan gap. Endi xo'sh, mazkur oyat Ali Imron surasidagi oyatning to'liq qismi bo'lsa, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ degan oyat. Sura Ali Imronning 135 oyati. Ya'ni u shundoq zotlarki, qachon bir fohishalik, yomonlik qilib salsa yoki o'ziga o'zi zulm qilib salsa, Alloh taoloni eslaydi va ularning gunohi uchun mag'firat so'raydi. Allah'tan başka kim günahlarını mağfiret kılalısın? Onun için ular o qilgan gunohi ustida davomlashmaydi. Uni bilib turib hargizmi davomlashmaydi. Yani bilmay turib qilsa boshqa, ammo bilib turib hargizmi nima qilmaydi? Bilib bo'lgandan keyin gunoh ekanligini bilib bo'lgandan keyin davomlashmaydi deb atadi. Bu oyat intayin bir tahdid hamda musulmonga nisbatan. Shuning uchun bir odam gunoh qilgan, tavba qilgandan keyin ikkinchi qaytmaslik kerak, bu gunoh qaytiladi. Bu oyatdan tushunilidiki, ular istig'for etmasa, tövbe qilmasa, gunohlar ustida davomli turaversa, bu nima hadar, ya'ni tahzir degan gap, tahdidning o'rni bo'lib, tahdidning obyekti bo'lib qoladi. Endi bu oyatning shu shaqqidagi sababini so'zlaymiz. Kalbiyning rivoyatida deydiki, Ansardan ikki odam bor edi. Ikki odam, bir Ansari, bir Saqif qabilasidan ikki odam edi. Rasululloh bu ikkilarini qarindosh qilib qo'ydi. Bular ayrilmaydi, qadinasi do'st edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azotga chiqib ketdi. Saqafi, ya'ni Saqif qabilasidan bu odam Rasululloh bilan birga chiqib ketdi va eliq Ansarining o'ziniki oilasini, ishlarini qilib turishini qoldirib qo'yib chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin eliq Saqafi bu odam, ya'ni eliq Ansari bu Saqafini kunni ikib yo'qlab turadi. Ishlari o'z qilib beradi masalan. Shu bir kunisi kelsa, o'ziniki bu Saqafi qabilasiniki qarindoshiniki ayolining uch holatda yuyinayotganini ko'rib qoldi. Uchashlarini chiqarib yuyinayotganini ko'rib qoldi. Shundan buni ko'ngliga nihoyatda bir buniki bir narsa tushdi deb yomon g'araz tushdi. Shuning bilan izni so'ramasdan chedini ichiga kirdi. Izni so'ramaydan uyning ichiga kirdi. Kirib bo'lib shunda bir bo'siqlar deb shunda bildi, ayol shunda yuzini yuvib oldi. Yuzini yuvib oldi. Shuning bilan ayolniki mundayga suyab soldi deydi. Qo'lniki munday yuvib olgandan keyin, yuzini yuvib olgandan keyin qo'lning dumbusiga suyab soldi. Suyab bo'lib yugib pushaymon qilib yugib chiqatdi, hayo qilib, kenigini chiqatdi. Dediki subhanalloh, men hey sening omonatingga, sen qarindoshing sen omonatga xiyonat qilding. Robbingga osiy bo'lding. Andin ya ehtiyojing yetmading, sen yomon ziyonga olib ketding deb shunda dedi, qipsaga ishi qilib pushaymon qildi. Shuning bilan bu
tağtırağı ketdi. Öygimi kimi aş tağlıda yaşadı. Yığlap yürüdü, kan yaş yığlap yürüdü. Allah Teala tövbe kılıp günahını Xudayım. Menin günahımı tövbe kılsan, tövbemni kabul kılsan dep şonda kan yığlap yürüdü. Hatta aşında tağtırağı yürüyen günlerinde hele Sakafiyle uçuşup kaldı. Kayınlısı uçuşup kaldı. Uçuşup kaldı. Onun özündeki Sakafi kabilesi kayınlısı dedi ki ben şunda çıkıp saldım dedi. Şunu olan yakay değil mi? Andıkin hele Sakafi üyü kelip üyü kelgende ayalı kayınlısının işini hele Sakafi'ye deppedi. Deppegendikin bu Sakafi bu kayınlısını izlep çıktı. Hatta izlep çıkıp bunu tapsa kandalet taptı kayınlısı Allah Teala yığlap secde kılıp haletdi. Bunda da vatkan kel. Rabbi zembi kad kuntu ahi. Rabbim bunu günahını bırakırsan ben kayınlısımı xıyanet kılıp saldım dep şunda dep yığlap dua secde kılıp yığlap vatkan kel. Şunu olan bu Sakafi dedik ey falan ondan tur Resulullah'ın yanına bağın dep şunda dedi fes'elu an dembek sen günahını mağfiretini Resulullah'dan sorğun Allah Teala sen için bir çıkış yoluna kıpırış mümkün, tövbe kıpırış mümkün dedi. Şunu olan kayınlısını elip Medine'ye kaytıp girdi. Şu esrin namazı boğan vaktiydi şu günüz. Şu vakti Cibril Aleyhisselam Resulullah'a yanına düştü ve bu adamdaki tövbesinin kubul boğanlığını arkada ayette düştü ve Resulullah'a bu ayeti talavat kıpırdı. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ diyen ayetini zikir ve ni'me ecrul amilin diyen ayeti zikir kıldı. Ali radıyallahu anh dedi ki "Ahasun hada li hadar racul emlin nas ammeten fit tevbe." Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sordu. Bu ayet muşu Adem'in hasmı ya bütün insanlar tövbe hakkında hasmı o dedi. Emlin nas ammeten fit tevbe dedi. Peygamber sallallahu dedi ki ammeten dedi. Ammeten diyen Ali radıyallahu anh elhamdülillahi rabbil alemin diyen edeydi. Demek mesela şu ayetin şu sebebi demek bir şeyde günah kısasa kanda insan günah kısasa hakiki için kabulün tövbe kılıp ikinci günah yanmasını niyet kılıp kaytmasa bu Allah Teala'nın günahını mağfiret kıldı ama günah kılıp kili varsa xıddı bir eşi olmagandek davam mesleği varsa bunu ki hatta emruğu bagajlap gitti kanı barlık yakşam eli bağları berhabet olup gitti hemmesi bagajlap gitti kim imanını mı bagajlap gitti yani ha gumanı ihtimallı kuvadaydı. Hoş şimdi biz en ahir kadis geldik. Bu olsa şu yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın hadisi. Peygamber aleyhisselam dedi ki sebabul muslimi fusuk. Yani Ebu Vail'den sordum dedim ben Murciye'den sordum. Murciye diye bir kadın. Murciye diye bir kadın sorsam bana Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh hadisini yapmadı. O Peygamber aleyhisselam geldikten Peygamber aleyhisselam dedi ki Müslümanlık tıllaş fasıklıktır. Müslümanlığı öldürüş küfürlüktür diye düşünüldü. Hem de bu hadisin ki bab bilen münasebetini ben de sana. Çünkü murciyelerki reddiye bab hadiste. Çünkü murciyeler ne deydi o? Günah kibir Allah fasık emez. Müslümanlığı tıllaş fasıklık emez. Müslümanlığı öldürüş küfürlük emez. Deydi o ki murciyeler. Çünkü bu hadis ne deydi o? Müslümanlığı tıllaş fasıklık. Müslümanlığı ötürüş küfürlük dep uçuk davat edu. Demek murciyelerinin gibi mudun neme karma karşı hadis iken demek murciyelerinin gibi hata diyen gibi. Hem de bu hadisin manası tekimi uçlaşsak yani ben Ebu Vail'den murciyeden sordum diyene yani murciye diyen taifeden sordum diyen oldu. Yani ula buların gibi de doğru mu yani Allah biz Müslüman diyen imanla mesih günah kavma diyen gibi de doğru mu hata mı dese Müsaadın Ebu Vail cevabı dedi ki Zübeyir ibn Haris'in beyan cevabı dedi ki bana Abdullah ibn Mesud Peygamber sallallahu dedi Peygamber sallallahu degen Müslümanlığı tıllaş fasıklık Müslümanlığı ötüş kafirlik yani ula hata ulanın iç hata Murciye'lerin gibi hata tutkan mezhebi hata çünkü ula Müslümanlığın tılaşını fasıklık da itaat kılmaydı ötüşünü kafirlik da itaat kılmaydı ula çok günah küzgürçene fasık demeydi Peygamber aleyhisselam ulanın diyen gibinin hilaf olan haber verdi. Demek bula muşu Peygamber'in hadisi ulanın hemmişinin hatalık geldiği delil de vardı. Hoş şimdi bir adam sual sormuş mümkün. Anda olsa bu hadis murciye göre diyen ölçü yaptı doğru. Ama bu hadisin zahirisi havaric mezhebini güçlendirirken o havaric günah mezhebinden insan günah gibi yoksa
kafir buludu deydi shunama. Yani musulmonni o'tirish kafirlikdir degan gapdan qaraganda murjiaga radiya bakan ammo xavorijning mazhabini kuchlantirgan hadis desa buningga biz javob beramizki biz sizning bu gapingizga biz qo'shilmaymiz. Chunki bu yerda payg'ambar alayhisalom bizniki musulmonni o'tirish kafirlikdir degan so'z bilan ya'ni millatdan chiqarib o'tadigan kafirlik deganni iroda qilgan emas. Balki kufr degan so'zni ishlatdi bu yerda. Nima uchun? Qattiq ogohlantirish uchun. Ya'ni musulmonni o'ldirish odamni kufrga elib beradigan nima bir ig'ir jinoyat. Kufrning kafir qilyapmiz, qilib kafirlikka yaqinlashtirib qo'yadigan qattiq ig'ir jinoyat saqlanish kerak degan gap. Qattiq nima tahzir, ogohlantirish uchun. Yana birga ahli sunnat nimaga jam kelgan? Mu'min adam o'ldirishdan kafir bo'lmaydiganligiga jam kelgan. Chunki Qur'on Karimda uch oyatda Alloh taolo va in toifatan minal mu'minin deb mu'min deb atadi urushganlarni. Endi hech qanday gunoh masiyat qilib imondan chiqib ketmaydi bu odam, lekin amal ibodatlari bakolab ketadi. Endi Ibn Battal deganki, bu yerdagi kufrlab ketish degandan murod bilan millatdan chiqib ketish iroda qilinmaydi, balki musulmonlarning haqlariga kufran ne'matlik qilish. Ya'ni qarindoshlik munosabatiga nima kafir bo'lish degan bo'ldi. Chunki Alloh taolo ularni hammasi qarindosh qildi. Ularni o'zaro yarashib o'tashga buyurdi. Rasululloh silahni urushdan to'sdi. Ve andaki adamni o'ziniki musulmonlik qilishining haqqiga nima tuzkurlik qilganligini so'zladi. Demak, musulmonlik qarindoshlik haqqiga tuzkurlik qildi degan bo'ldi ma'nosi. Kufrlik degan gap, ya'ni qarindoshlik haqqiga kufr olgan bo'ldi degan bo'ldi ma'nosi deydi. Va yana bir vaqtda musulmonni o'ldirish kufrlikdir degan men sha'nil kafir, ya'ni musulmonni o'ldirgan degan kafirning ishi, musulmonning ishi emas. Ya'ni bu odam musulmonni o'ldirgan bo'lsa, xuddi nima qilgan bo'ldi? Bu xuddi kafirning ishini qilgan bo'ldi. Kafirga o'xshagan bo'ldi. Endi bir odam qasddan bir odam o'ldirishni halol deb o'tgan bo'lsa kafir. Odam o'ldirishni halol deb o'tgan bo'lsa kafir. Ammo endi o'ldirib sabti bo'lgan bo'lsa bu do'zaxga kiradi. Ya qisas e'lon bo'lsa bu dunyoda xolos. Ammo qisas e'lon bo'lsa do'zaxga tushib unga gunohining savobi, gunohiniki shu ko'p bo'lgandan chiqib jannatga kiradi. Kafir olmaydi. Endi bir hadis keldik, vaqt hadis Anas radhiyallohu anhu hadisini Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan. Payg'ambar alayhisalom bir kechasi Laylatul Qadr kechasida dappaga chiqdi. Musulmonlarning ikki odam jadallashib qolgan ekan. Rasululloh dedi, men sizlarga Laylatul Qadr kechasida dappaga chiqqan edim. Falon jadallashib qoldi. Shu sababdan buni Laylatul Qadr kechasida qachon ekanligi kalonni ko'tarib ketdi. Bu balkim sizlar uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Buni 7 da 9 da 5 talab qilinadi dedi. Bu hadisda birinchi javob bilan bo'lgan munosabatda uch qaynamanglar. Ya'ni uçuk bildiğinler. Endi babның birincisi bilan aloqasi var madisinin. Tushunarmi? Madisinin bab bilan munosabati birinchi tarjima bilan. Birinchi tarjima qasida mu'minlikka davomliq amalning bagajlab ketishini qo'rqishi degan gap. Ya'ni yomon amal qilsa, gunoh masiyat qilsa, ondan tayyor bo ishlama ko'tarib ketadi degan gap. Payg'ambar alayhisolamning ko'ngli kelib bo'lgan. Laylatul Qadr kechasini iborat ulug' kecha. Bir ikki musulmonniki masjidda jidal qilishlarni ko'tarib ketdi. Shuning bilan bu ulug' kechadan ma'lumotini nima qoldi? Mahrum qoldi ummat. Tushunarmi? Endi shuning uchun xuddi shuningdek bir odam gunoh masiyat qilib ba'zi amal ibodatlarni nima bo'lib ketishi mumkin? Savobi bakolab ketishi mumkin. Xatar degan gap bu. Shuni dalil qilib kelib endi bu yerdagi ikki odam jidalashib qolish kelam kim desanglar bir Abdullah ibn Abi Hadrat degan sahoba ekan. Yana bir Ka'b ibn Malik. Bu ikkisini qarz ekan, Ka'b ibn qarz ekan unida qarz tutib deganda talash-tatish qilib ovoz masjid ko'tarib ketgan ekan. Endi Rufiat degan ko'tarib ketdi degani, ya'ni Laylatul Qadr kechasi ko'tarib ketganligi emas, balki Laylatul Qadr kechasining bayoni, qachon o'tadiganligi ko'tarib ketdi. Chunki Laylatul Qadr kechasi qiyomat kunigacha davomlashadi bor. Endi buni 7 da talab qilinadi degani 27 da talab qilinadi. 9 da degani 29, 5 da degani 25 talab qilinadi degan bo'ldi. Endi bu sizin chiqadigan hukmlar birinchi endi bu yerda sizin chiqqan hukmlar chiqdi. Birinchi hukm musulmon bilan nima talash tortish, jang jidalni qilmaslik. Agar bir odam musulmonlar to'xtamay jang jidal qilib talash tortish qilgan odamning davomli amallari savobi qimlab ketadi. Anladın? Buni darajasi tushib ketadiganligi alomati bor. Ikkinchisi davomli musulmon qarindoshlar jangi jidal qilish, urush talash qilish, talash tortish qilish nimaga ommaga jazo kelishga sabab bo'lib qoladi. Üzülen tugmay, xuddi biz Laylatul Qadr kechasini qachon ko'tarishib, hammamizga qiyomatga qadar deb ko'tarib ketdi-ku.
umumga kapılık yapıp kilish mumkin. Ikkilamdagi talash tartish. Endi Payg'ambar alayhisolamniki asa yakunu khayra degan so'zi balkim sizlar yaxshi bo'lishi mumkinligini biz ularning ko'nglini bir yasab qo'yish, ya'ni bir unsibat aldirish uchun hamda. Ya'ni cho'ng bir foyda ketdimi hamda qanday qilamiz hamda balkim yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar shu kechingizdek 30 kun ibodat qilishinglar mumkin. Anda tayin olmas qilinglar mumkin. Üçüncüsü bu hukm, yani Leylatul Qadr gecesini izlashga nima qiziqtirish bunda. Qiziqtirish. To'rtinchi hukm bo'lsa, masjidning ichida talash tartish qilishni qat'iy saqlash kerak. Masjidning ichida dunyoning gapini qilib selishni qat'iy saqlash kerak. Hattoki bir nima bo'lsa, hatto bizning haqqimiz fosh qiladigan haqiqiy bo'lsa-mu, masjid ichida talash tartish qilmay taloq chiqib qilish kerak talash. Hargizmi masjid ichida ko'pchilikni endi qilmas kerak degan gap bo'ldi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.